2026-yilda chiqib trend bo'lib ketgan, lekin siz uni kitobi borligini bilmagan kinolar. Birinchi o'rinda Off Campus. Sizlar aynan bu kinoni shu sahna orqali tanishingiz kerak. Bu kitobning avtori El Kennedy 4 ta seriyali, 4 tasi alohida paralar haqida. O'sha qahramonlarning ichidan nima o'tayotganini yoki ichidagi fikrlarini bilish uchun ham kitobini o'qishni maslahat bergan bo'lardim. Birinchi o'rinda yil boshida chiqdi Housemaid. Men to'g'risi buni kinosi chiqqandan keyin kitobi borligini bildim. O'zbekchaga ham tarjima qilishgan. Oq soch menga Qamar Buksdan kelgan edi, lekin hali o'qib ulgurganim yo'q. Thriller janrida va juda ham biz kutmagan narsalar bo'ladi deb kutgan edim. Spoiler. Sizlar Devil Nosit Prada'ning ikkinchi qismi chiqdi. Keyin men qidirsam hayron bo'ldim o'zim ham ko'rib. Aslida kitobi bor ekan. Kitobini avtori Loren Weisberger. Ikkita qismi kitobini o'qib, keyin kinolarni ko'rish niyatim bor. Shu bilan men ro'yxatimdagi kino va kitoblar tugadi. Agar birortasi esimdan chiqqan bo'lsa, izohlarda yozib keting va menga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.